Sinfdoshlar, nima gap? Tinchmisizlar? Og'zinglarni yaxshi ochib oldinglarmi? Ertaga bir o'tirmaymizmi iftorlik qilib? Nima deysizlar? Ha, baxti to'g'ri aytibsizlar. Ertaga shuni organizatsiya qilaylik. Maza qilib o'tiramiz-da, didor g'animat. Bu bog'cha paytda baxti edi. Hozir baxtiyor. Bo'ldi bolalar, qachon qattaligini aytsanglar yetib boraman. Bolalar rostdan ham ertaga dasturxon ustida yig'ilib o'tiraylik. Anchadan beri yig'ilmayapmiz. Faqat konturda ko'rishmoqmiz. Ha, bolalar bo'ldi, ko'pchilik nima aytsa shu. Oke, mana shu choyxonamiz. Ma'qul bo'lsa chiroyli dasturxon qilib beramiz. Bo'ldi, men shundoq sinfdoshlar bilan maslahatlashib olay. Mana ko'ring. Bolalar, mana choyxonaga keldim. Mana bunaqa biletlari ham bor ekan. Kelsanglar bo'ldi. Voy, bugun torligim bor edi-yu. Bolalar keyin safar to'shni boraman. Men bor uzr bolalar. Ishxonadan ruxsat berishmadi, bora olmas ekanman. Bolalar men hali uzoqroq dedim. Keyingi safar yetib kelaman. Bu safar men sizni o'tkazib turmaylar. Ko'pchilik nima desa shu.